1 avgustdan boshlab poliklinika, dorixona va kasalxonalarga boradigan har bir odam bilishi shart bo'lgan yangiliklar kuchga kirdi. Bu ma'lumot nafaqat bemorlar, balki ota-onalar, nafaqadagi insonlar, homilador ayollar, surunkali kasalligi borlar, dorini doimiy ichadiganlar va tibbiyot xodimlari uchun ham juda muhim. Chunki endi ayrim xizmatlar, retseptlar, dorilarni olish tartibi, yo'llanma bilan kasalxonaga yotish, navbat va hujjatlar masalasida oldingidek og'zaki kelishib yoki keyin olib kelaman deb ish bitirish qiyinlashadi. Men bugun sizga 1 avgustdan yangicha tartib nimani anglatishini oddiy tilda tushuntirib beraman. Poliklinikada nima o'zgardi? Dorixonada retsept bilan dori olishda nimalarga e'tibor berish kerak? Kasalxonaga yotishda qaysi hujjatlar talab qilinadi? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa bemalol o'z tartibida davolanishni davom ettirishi mumkin? Video oxirigacha ko'ring, chunki men amaliy qadamlarni ham aytaman. Qayerga borasiz, nima so'raysiz, qanday hujjat tayyorlaysiz? Xato qilmaslik uchun nimalarni tekshirasiz? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilgan odam ortiqcha yugur, asab va xarajatdan qutuladi dedi. Avvalgi tartibda ko'pchilik tibbiyot tizimiga juda oddiy qarardi. Poliklinikaga boradi, shifokor ko'radi, qog'ozga dori yozib beradi, bemor dorixonaga borib oladi. Agar kasalxonaga yotish kerak bo'lsa, tanish shifokorga boriladi. Bo'limga kiriladi, keyin hujjatlar to'ldiriladi. Ko'p holatda bemorning ambulator kartasi qog'ozda bo'lardi, retsept ham qog'ozda yozilardi, tahlil javoblari esa qo'lda yoki telefon orqali yuborilardi. Bitta bemor turli joylarda qayta analiz topshirardi. Chunki oldingi natija tizimda ko'rinmasdi yoki qog'oz yo'q bo'lib qolardi. Endi asosiy yo'nalish shuki, tibbiy xizmatlar bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Yo'llanma, retsept, ro'yxatga olish, imtiyozli dorilar, shifokor qabuliga yozilish va kasalxonaga yotish masalalarida nazorat kuchaymoqda. Bu nimani bildiradi? Bu bemor uchun ikki xil ta'sir qiladi. Bir tomondan tartib ko'payadi. Hujjat, elektron ro'yxat, shaxsni tasdiqlash, shifokor yo'llanmasi, retsept kodi yoki elektron ma'lumot talab qilinishi mumkin. Ikkinchi tomondan bemor manfaatini himoya qiladigan imkoniyatlar ham kengayadi. Dorining yozilgani ko'rinadi. Shifokor nima tavsiya qilgani qayd etiladi. Kimga imtiyoz borligi aniqlashadi. Asossiz navbat yoki joy yo'q degan gaplar bo'yicha shikoyat qilish osonlashadi. Eng katta o'zgarish shundaki, poliklinika endi faqat kasal bo'lganda boradigan joy emas, balki bemorning tibbiy yo'nalishini belgilaydigan asosiy nuqtaga aylanmoqda. Ya'ni siz bevosita kasalxonaga borib, meni yotkizing desangiz, ko'p holatda sizdan poliklinikadagi oilaviy shifokor yoki tegishli mutaxassis yo'llanmasi so'raladi. Dorixonada esa ayrim kuchli ta'sir qiluvchi, gormonal, antibiotik, psixotrop yoki qat'iy nazoratdagi dorilarni retseptsiz olish qiyinlashadi. Bu bemorni qiynash uchun emas, balki o'zbilarmonlik bilan dori ichish, antibiotikni noto'g'ri qabul qilish, bosim dorisini noto'g'ri almashtirish, bolalarga kattalar dorisini berish kabi xavfli holatlarning oldini olish uchun qilinmoqda. Asosiy Gesenbek nimani bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Birinchi navbatda poliklinikada o'zgarishni tushunaylik. Endi har bir fuqaro o'z hududiy poliklinikasiga biriktirilganini aniq bilishi kerak. Ko'p odam men qaysi poliklinikaga qarayman degan savolga javob bera olmaydi. Ayniqsa ijarada yashaydiganlar, boshqa tumandan ko'chib kelganlar, talaba va yosh oilalar ko'p adashadi. Agar sizning yashash joyingiz boshqa, propiskangiz boshqa bo'lsa, ayrim xizmatlarda muammo chiqishi mumkin. Masalan, siz Yunusobodda yashaysiz, lekin ro'yxatingiz Qibrayda. Siz Yunusobod poliklinikasiga borasiz. Ular sizni qabul qilishi mumkin, lekin doimiy kuzatuv, imtiyozli dori, patronaj, homiladorlik nazorati yoki surunkali kasallik bo'yicha reyestrga kiritishda biriktirish masalasi ko'tariladi. Oddiy misol, 62 yoshli otaxonning qandli diabeti bor. U har oy dori ichadi. Shifokor nazoratida bo'lishi kerak. Ba'zi dorilar imtiyozli berilishi mumkin. Oldin u qaysi poliklinikaga borsa, shifokor uni ko'rib, qog'ozga yozib berardi. Endi esa uning tashxisi, tahlillari, qaysi dori doimiy berilishi. Oxirgi marta qachon ko'rikdan o'tgani tizimda to'g'ri qayd etilishi muhim. Agar u poliklinikaga biriktirilmagan bo'lsa yoki kartasida tashxis to'liq ko'rinmasa, imtiyozli dori olishda kechikish bo'lishi mumkin. Shuning uchun surunkali kasalligi borlar birinchi bo'lib poliklinikaga borib, o'z ma'lumotlarini tartibga keltirish kerak. Ikkinchi muhim yo'nalish dorixonalar bilan bog'liq. Dorixona endi hamma dorini beravering deb sotadigan joy bo'lib qolmasligi kerak.
Retsept talab qilinadigan dorilar bo'yicha nazorat kuchayadi. Bu ayniqsa antibiotiklar, kuchli og'riq qoldiruvchilar, gormonlar uyqu dorilari, asab tizimiga ta'sir qiluvchi vositalar, yurak qon tomir dorilari, ayrim inyeksiya preparatlari uchun muhim. Nega? Chunki bitta antibiotikni noto'g'ri ichish faqat bitta bemorga emas, butun jamiyatga zarar. Bakteriyalar doriga chidamli bo'lib boradi. Keyin haqiqatan og'ir infeksiya bo'lganda oddiy antibiotik ta'sir qilmaydi. Masalan, 5 yoshli bola yo'taldi. Onasi oldingi safar berilgan antibiotik nomini eslab qolgan va dorixonadan yana o'sha dorini olmoqchi. Oldin dorixonachi ba'zan mayli deb berib yuborardi. Endi retsept so'rashi mumkin. Onaga bu noqulay tuyuladi. Lekin aslida bola uchun xavfsiz. Chunki yo'tal virusdan bo'lishi mumkin, allergiyadan bo'lishi mumkin, bronxit yoki pnevmoniya bo'lishi mumkin. Har bir holatda dori boshqa bo'ladi. Antibiotikni noto'g'ri berish bolaning ichak mikroflorasini buzadi, allergiya chaqiradi, keyingi davolanishni qiyinlashtiradi. Yana bir misol, 8 yoshli erkakda qon bosimi ko'tariladi. Qo'shnisi men mana shu dorini ichaman, menga yordam beradi deb bitta tabletkani tavsiya qiladi. U dorixonaga borib, xuddi shu dorini oladi. Lekin uning buyragida muammo bo'lishi mumkin, yurak urishi sekin bo'lishi mumkin, qandli diabeti bo'lishi mumkin. Bitta noto'g'ri dori bosimini keskin tushirib yuborishi, hushdan ketish, insult xavfi yoki yurak ritmi buzilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun retsept tartibi bemorni ortiqcha xarajatlardan emas, eng avvalo xavfli asoratlardan himoya qiladi. Uchinchi o'zgarish kasalxonaga yotish tartibida ko'rinadi. Rejali davolanish uchun bemor odatda poliklinika orqali tekshiriladi. Kerakli tahlillar topshiradi. Mutaxassis xulosasi olinadi. So'ng yo'llanma beriladi. Bu, masalan, o't pufagi operatsiyasi, bo'g'im muammosi, rejalashtirilgan ginekologik muolaja, katarakta operatsiyasi, nevrologik yoki kardiologik davolanishlarda muhim. Endi kasalxonaga yotishdan oldin bemorning holati hujjat bilan asoslanishi kerak. Menga joy topib bering degan tartib sekin-asta kamayadi. Bu yerda kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda hujjatlar tartibsiz odamlar. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilanmagan, telefon raqami o'zgargan, poliklinikaga biriktirilmagan, tibbiy kartasi bir joyda, o'zi boshqa joyda, tashxisi eski qog'ozlarda qolib ketgan odamlar. Ikkinchi guruh, doimiy dori ichadiganlar. Qandli diabet, gipertoniya, astma, epilepsiya, yurak yetishmovchiligi, qalqonsimon bez kasalliklari, buyrak kasalliklari, ruhiy asab kasalliklari bo'lganlar retsept va nazorat masalasiga e'tibor berishi kerak. Uchinchi guruh, farzandi tez kasal bo'ladigan ota-onalar. Chunki bolaga berilgan dori, doza va muddat aniq qayd etilishi juda muhim. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz poliklinikaga biriktirilgan bo'lsangiz, ID hujjatingiz joyida bo'lsa, shifokoringiz sizni kuzatib borsa, dorilarni retsept bilan olsangiz, kasalxonaga yotishda yo'llanma tartibiga amal qilsangiz, siz uchun bu o'zgarishlar qo'rqinchli emas. Aksincha, sizga qulay bo'ladi. Chunki sizning tahlillaringiz qayta yo'qolmaydi. Shifokor oldingi yozuvlarni ko'ra oladi. Sizga qaysi dori berilgani aniq bo'ladi. Kerak bo'lsa shikoyatingizni isbotlash osonlashadi. Eng muhim istisno, shoshilinch holat. Agar odamning hayoti xavf ostida bo'lsa, qog'oz yo'llanma biriktirish masalasi birinchi o'ringa chiqmasligi kerak. Masalan, ko'krakda kuchli og'riq, insult belgilari, hushdan ketish, og'ir jarohat, qon ketish. Yuqori isitma bilan tutqanoq, nafas qisishi, bolada og'ir suvsizlanish, homilador ayolda qon ketish kabi holatlarda tez yordam chaqiriladi yoki eng yaqin shoshilinch tibbiy yordam muassasasiga murojaat qilinadi. Bunday vaziyatda avval poliklinikadan yo'llanma olib keling deyish noto'g'ri. Shoshilinch yordam tibbiyotning alohida yo'nalishi. Lekin mana shu joyda bir nozik nuqta bor. Ko'p odam rejalashtirilgan holatni shoshilinch deb ko'rsatishga urinadi. Masalan, 3 oydan beri bel og'rig'i bor, lekin navbat kutmaslik uchun hozir juda yomon bo'lib qoldim deb kasalxonaga boradi. Shifokor ko'radi, hayoti uchun xavf yo'qligini aniqlasa, sizni poliklinikaga qaytarishi mumkin. Bu sizni haydash emas, balki tibbiy yo'nalishni to'g'ri ajratishdir. Shoshilinch bo'lim og'ir bemorlar uchun infarkt, insult, avariya, zaharlanish, og'ir infeksiya, tug'ruqdagi xavfli holatlar uchun ishlash kerak. Dorixonalarda ham bir nechta tuzoq bor. Birinchisi retseptning muddati. Shifokor yozgan retsept abadiy kuchda bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa antibiotik yoki o'tkir kasallik uchun yozilgan dorini 2 oy o'tib yana shu retsept bilan olish noto'g'ri. Agar sizda kasallik qaytarilgan bo'lsa, qayta ko'rik kerak. Ikkinchisi, doza va shakl. Masalan, dori nomi bir xil.
lekin 5 milligram, 10 milligram, 20 milligram bo'lishi mumkin. Bola uchun sirop, kattalar uchun tabletka bo'ladi. Inyeksiya, shaxtli boshqa, kapsula boshqa. Dorixonada shunaqasidan bering deb bo'lish xato. Uchinchi tuzoq, analog dorilar masalasi. Ba'zan dorixonada shifokor yozgan dori bo'lmaydi. Dorixonachi buning o'rniga mana buni oling, tarkibi bir xil deydi. Ha, ayrim hollarda analog bo'lishi mumkin. Lekin har doim emas. Ayniqsa yurak dorilari, qalbkonsimon bez gormoni, tutqanoqqa qarshi dorilar, qonni suyultiruvchi vositalar, insulin va bolalar dorilarida shifokor bilan maslahatlashmasdan almashtirish xavfli. Chunki bir xil faol modda bo'lsa ham doza, so'rilish qo'shimcha moddalar, qabul qilish tartibi farq qilishi mumkin. 4-chi nozik jihat imtiyozli dorilar. Agar sizda imtiyozli dori olish huquqi bo'lsa, buning uchun tashxis tizimida to'g'ri qayd etilgan bo'lishi, shifokor ko'rigi bo'lishi. Kerak bo'lsa, komissiya yoki ro'yxatga kiritish talab qilinishi mumkin. Men anchadan beri kasalman, hammaga ma'lum degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Hujjat bo'lmasa, tizim ko'rmasa, dorixonachi yoki poliklinika xodimi sizga dori bera olmaydi. Bu yerda odamlar ko'pincha xafa bo'ladi. Lekin masala shaxsiy munosabatda emas, hujjat va reyestrda. 5-chi nozik jihat pullik va bepul xizmatlarni ajratish. Poliklinikada hamma narsa ham har doim bepul emas. Lekin bepul bo'lishi kerak bo'lgan xizmat uchun pul so'rash ham mumkin emas. Shuning uchun siz o'zingizga savol bering. Men hududiy poliklinikamga biriktirilganmanmi? Murojaatim birlamchi tibbiy yordam doirasidami? Shifokor meni o'zi yuboryaptimi yoki men o'zim qo'shimcha tekshiruv talab qilyapmanmi? Masalan, shifokor zarur deb bilgan asosiy tahlillar bir tartibda bo'lishi mumkin, lekin bemor o'zi hammasini tekshirtirmoqchiman. Kengaytirilgan paket qiling desa, pullik xizmatga kirishi mumkin. Bu farqni tushunish kerak. 6-chi jihat navbat va qabulga yozilish. Endi ko'p joylarda qabulga oldindan yozilish, elektron navbat. Telefon orqali ro'yxatdan o'tish yoki registratura orqali vaqt olish tartibi kuchayadi. Odamlar bunga avvaliga qiynaladi. Chunki ko'pchilik ertalab borib eshik oldida kutishga o'rgangan, lekin elektron navbatning foydasi bor. Shifokor bir kunda nechta bemor ko'rishini biladi. Bemor soatlab kutmaydi. Kim oldin kelgani yoki tanish orqali kirgani bo'yicha janjal kamayadi. Albatta, tizim hamisha ideal ishlamaydi. Internet bo'lmasligi, ro'yxat xato bo'lishi, telefon javob bermasligi mumkin. Shunday paytda xotirjam bo'lib, registraturadan yozma yoki aniq tushuntirish so'rash kerak. Birinchi qadam, qaysi poliklinikaga biriktirilganingizni aniqlang. Buning uchun hududiy poliklinikaga boring yoki telefon qilib so'rang. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, yashash manzilingiz haqidagi ma'lumot, agar bo'lsa ijara shartnomasi yoki mahalla ma'lumotnomasi kabi hujjatlarni olib boring. Agar siz boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, poliklinikadan men shu hududda yashayman, tibbiy xizmat uchun qanday biriktirilaman deb aniq so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Kimga murojaat qilishni, qaysi xona, qaysi ariza kerakligini bilib oling. Ikkinchi qadam, oilaviy shifokoringiz yoki terapevtingiz bilan ma'lumotlaringizni tekshiring. Sizning telefon raqamingiz, manzilingiz, tug'ilgan sanangiz, pasport ma'lumotingiz, surunkali kasalliklaringiz, allergiyangiz, doimiy ichadigan dorilaringiz to'g'ri yozilganmi? Masalan, siz penisillinga allergiyangiz bor, lekin kartada yozilmagan. Ertaga shoshilinch holatda shifokor buni bilmay qolishi mumkin. Yoki siz qonni suyultiruvchi dori ichasiz, lekin qayd etilmagan. Operatsiyadan oldin bu juda muhim. 3-chi qadam, doimiy dori ichsangiz, shifokordan aniq davolash rejasini oling. Dori nomi, dozasi, qabul qilish vaqti, qancha muddat ichilishi, qachon qayta ko'rikka kelish kerakligi yozilgan bo'lsin. Masalan, ertalab bitta, kechqurun bitta degan gap yetarli emas. Qaysi dozada, ovqatdan oldinmi yoki keyinmi? Agar bosim tushib ketsa nima qilish kerak? Agar dori tugasa, o'zingiz almashtirasizmi yoki shifokorga kelasizmi? Shu savollarni berishdan uyalmang. 4-chi qadam, dorixonaga borganda retsept va dori mosligini tekshiring. Qutidagi nom, doza, ishlab chiqaruvchi, yaroqlilik muddati, qabul qilish shakli, retseptdagi ko'rsatma bilan mosmi? Agar dorixonachi analog taklif qilsa, faol moddasi nima, dozasi bir xilmi, shifokor bilan maslahatlashsam bo'ladimi deb so'rang. Agar dori qimmat bo'lsa, shifokordan arzonroq alternativalar haqida so'rash mumkin. Lekin buni dorixona peshtaxtasi oldida emas, shifokor bilan hal qilgan ma'qul. 5-chi qadam, kasalxonaga rejali yotish kerak bo'lsa, poliklinikadan to'liq yo'llanma oling. Unda tashxis, yotish sababi, qaysi mutaxassis ko'rgani, tahlillar, tekshiruvlar, agar kerak bo'lsa, EKG, rentgen,
o'zi qon tahlili, infeksion tekshiruvlar ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Kasalxonaga borishdan oldin ro'yxatni aniqlang. Qaysi hujjat kerak? Qaysi tahlil necha kun amal qiladi? Qachon kelish kerak? Ovqat yemasdan kelish kerakmi? Hamroh mumkinmi? Bolalar uchun ota-onadan qanday hujjat talab qilinadi? Bu savollarni oldindan berish bir kunda 2-3 marta qatnashning oldini oladi. 6-qadam huquqingizni biling, lekin shifokor bilan urushmang. Agar sizga tushunarsiz talab qo'yilsa, baqirishdan oldin iltimos. Bu talab qaysi tartib bo'yicha? Menga yozib bera olasizmi yoki mas'ul xodimga yo'naltirasizmi deb so'rang. Ko'pincha muammo tushunmovchilikdan chiqadi. Agar haqiqatan noqonuniy pul talab qilinsa, asossiz rad etilsa, qo'pol muomala bo'lsa, muassasa rahbariyatiga, sog'liqni saqlash bo'limiga yoki tegishli ishonch telefonlariga murojaat qiling. Murojaatda sana, vaqt, shifokor yoki xodimning ismi, bo'lim nomi, nima bo'lgani, sizdan nima talab qilingani aniq yozilsin. Menga yomon muomala qilishdi degandan ko'ra, falon kuni soat falonda, falon xonada yo'llanmasiz qabul qilinmasligim aytildi. Lekin holatim shoshilinch edi deb yozish ancha kuchli. 7-qadam. Ota-onalar bolalar dorilarga alohida ehtiyot bo'lsin. Bolaga kattalar dorisini bo'lib berish, qo'shning retsepti bilan antibiotik olish, isitma tushiruvchi dorilarni bir-biriga aralashtirish xavfli. Bolaning vazni, yoshi, allergiyasi oldingi kasalliklar hisobga olinadi. Masalan, 10 kilogramli bola bilan 25 kilogramli bolaning sirop dozasi bir xil emas. Dorini yarim qo'shib deb emas, millilitrda berish kerak. Shifokordan aniq yozdiring. Necha millil, kuniga necha marta, necha kun. 8-qadam. Keksada insonlarga yordam bering. Ko'p ota-onalarimiz, bu bobolarimiz elektron navbat, retsept, ID karta, telefon raqami, SMS kod degan narsalarda qiynaladi. Ular dorixonaga borib retsept so'ralsa, asabiylashishi mumkin. Shuning uchun farzandlar haftada bir marta ularning dorilarini tekshirib qo'ysin. Qaysi dori tugayapti, qaysi retsept yangilanishi kerak, qaysi shifokorga borish vaqti keldi. Bu kichik e'tibor katta muammoning oldini oladi. Demak, 1 avgustdan yangicha tartibning asosiy mazmuni shuki, poliklinika bemorning asosiy tibbiy markaziga aylanadi. Retsept va dorilar bo'yicha nazorat kuchayadi. Kasalxonaga rejali yotish yo'llanma va hujjatlar orqali tartibga solinadi. Imtiyozli dorilar va xizmatlarda ma'lumotlarning to'g'ri qayd etilishi juda muhim bo'ladi. Bu o'zgarishlardan qo'rqish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Poliklinikangizni aniqlang. Shifokoringiz bilan davolash rejasini yozma shaklida oling. Dorixonada dori nomi va dozasini tekshiring. Kasalxonaga borishdan oldin yo'llanma va tahlillar ro'yxatini aniq biling. Men sizga ekspert sifatida eng muhim maslahatni aytaman. Tibbiyotda eng qimmat narsa vaqt. Bir dona hujjat yo'qligi, noto'g'ri retsept, noto'g'ri dori yoki noto'g'ri yo'nalish ba'zan bir necha kuningizni, ba'zan sog'lig'ingizni yo'qotadi. Shuning uchun bugunoq o'zingiz va yaqinlaringiz bo'yicha bu tartiblarni tekshiring. Sizning hududingizda poliklinika, dorixona yoki kasalxonada 1 avgustdan keyin qanday o'zgarish sezildi? Retsept so'rashdimi? Navbat o'zgardimi? Yo'llanma talab qilishdimi? Imtiyozli dori olishda muammo bo'ldimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga ham yuboring. Bunday yangiliklarni vaqtida bilgan odam o'z sog'lig'ini ham, vaqtini ham, pulini ham yaxshiroq himoya qiladi.